Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sizlar bilan yana Sunnat Amirov va biz bugundan boshlab Xudo xohlasa Flutter darsliklarimizni boshlab olamiz. Orada ma'lum bir muddatda qisqagina uzilish bo'ldi. Ya'ni darsliklarimizni yakunlagandan so'ng Flutter darsliklarini boshlab olishga va'da qilgan edik. Lekin ma'lum bir sabablarga ko'ra darslik yuklashga vaqtimiz bo'lmadi. Xudo xohlasa bugun yaxshi niyatda Flutter darsliklarini boshlash niyat qilganmiz. Bo'lmasam boshladik. Xo'p, nima qilamiz? Flutter o'zi nima? Qisqagina tushuncha berib o'tib ketaman. Flutter bu cross platforma, ya'ni har bitta operatsion sistema uchun dastur yaratish imkoniyatini bizga beradigan framework hisoblanadi. Va u dasturlash tilidan foydalanadi. Qaysiki biz oldingi video darsliklarimizda o'rganib chiqqan dasturlash tili hisoblanadi. Biz Flutter'ni yuklab olishimiz kerak. Mana shu sahifaga kelib olishimiz kerak hammamiz. Bu sahifaga kelish uchun brauzerga o'tamiz va flutter.dev yozsangiz kifoya qiladi. Va bu yerda Getting Started tugmasi bor. Bosganingizdan keyin mana bu joyda operatsion sistemalar chiqadi. Hozir Windowsdan foydalanayotgan bo'lsak, mana shuni tanlaymiz. Kimdadir macOS, Linux bo'ladigan bo'lsa, o'sha operatsion sistemalarni tanlab install qilib olishligi mumkin bo'ladi. Xo'p, Windowsni tanladik va qanaqangi app build qilmoqchimiz? Recommendedni tanlayveramiz, ya'ni taklif etilgan Androidni. Uni tanlaganimizdan so'ng hozirgi ko'rsatgan sahifam bilan bir xil joyga kelib olamiz. Endi nima bo'lishligi kerak? Flutter SDK. SDK ni o'zi uzun bir holatda tushunishligimiz mumkin. Software Development Kit. Ya'ni mobil application yoki dasturlar qurishligimiz uchun tool'larni o'zini ichiga olgan texnologiya hisoblanadi. Xo'p, ma'lum bir shartlar bor. Biz buni yuklab olishligimiz uchun core minimum Windowsda gap ketyapti hozir 4 bo'lishi kerak, ammo taklif etilgan 8 memory ya'ni RAM haqida gap ketyapti. Minimum 8 bo'lishi kerak. Agar yaxshiroq bo'lsa, recommended taklif etilgan 16. Tak, ya'ni free space, ya'ni umumiy bo'sh joy qancha bo'lishi kerak? Minimum 11 gigabayt bo'sh bo'lishi kerak. Agar 63 gigabayt bo'sh joy bo'lsa, bu juda ham yaxshi degani. Xo'p, endi bu yerga tip berib o'tib ketgan, ya'ni you do not need to install Dart separately. The Flutter SDK includes the full Dart SDK. Ya'ni Dartni alohida yuklab olishligimiz shart emas. Flutter SDK ni ichida Dart SDKsi ham bor. Esinglarda bo'lsa, biz Dart darsliklarimizda boshida eng birinchi darsligimizda Flutterda boshlashdan oldin, ya'ni Dartni o'zida Dart SDKsini yuklab olgan edik. Kimdadir xabari bo'lmasa, dars haqida video chiqarganmiz. To'la videolarimiz bor. Ko'rib o'tsanglar bo'ladi. Xo'p. Endi nima qilishlik kerak? Bizda umumiy Flutter SDK ni yuklashdan oldin development tool'lar bor. O'shalarni ham yuklab olishlik taklif etiladi va kerak. Gitni yuklab olishlik kerak va Android Studioni. Xo'p. Gitga o'tadigan bo'lsak, bergan havolasiga bossanglar mana bu joyda chiqadi. Xo'p, shu yerda bizga Windows uchun chiqarib berdi. Hozir bu yerda ko'rsanglar bo'ladi. Download tugmasini bosganinglardan keyin avtomatik ravishda download boshlanib ketadi. Xuddi shunaqa Android Studioga o'tadigan bo'lsak, bu yerda Android Studioni o'zini ofitsial veb-saytiga olib o'tadi. Bu yerda ko'rishinglar mumkin, install qismi bor. Tak, mana bu joyida o'tadigan bo'lsak, Android Studio'ni o'zini ustiga bosamiz. Yo'q, agar bu chiqmaydigan bo'lsa, Android Studio'ni qidiradigan bo'lsak, mana bu yerda birdaniga o'zi ofitsial veb-saytida download tugmasi chiqadi. O'shani bosgan holatda download qilib olishlik mumkin bo'ladi. Eslatib o'tamiz, hozir Gitni download qilib yubordik va Android Studioni ham download qilib yuboramiz. Xo'p, bu veb sahifani ochgunga qadar biz davom etib turamiz. Hamma narsa yaxshi yuklanganini bilishlik uchun Flutter doktor komandasini berishligimiz kerak ekan, lekin hali biz Flutter'ni o'zini yuklaganligimiz yo'q. Xo'p, mana veb-saytga o'tdi. Veb-saytda mana bu yerda tugma bor. Bossanglar bo'ladi. Shu tugmani bosganinglardan keyin license accept qilish kerak bo'ladi. Accept qilganinglardan keyin download qilishga imkon beradi. Bosganinglardan keyin bunda ham avtomatik ravishda download boshlanadi. Bu yerda e'tibor bersanglar, Android menda oldin yuklab qo'yilgan. Mana bu yerda. Shuning uchun hozir Android qaytadan yuklamayman.
Bugun yuklaganman bu narsani. Mayli yuklanib turaversin, hech qanaqangi zararligi yo'q. Xo'p, veb-saytga qaytamiz. Text editorlar ham kerak kod yozishimiz uchun. Android Studio'dan ham foydalansanglar bo'ladi. Kimdir yo'q, bundan foydalanmayman deydigan bo'lsa, no, Visual Studio yokida IntelliJ IDE'dan ham, Android Studio'ning o'zidan ham foydalanish mumkin bo'ladi. Uni ham download qilishlik juda ham muammo emas. Bemalol ko'chirib, yuklab ishlatishlik mumkin bo'ladi. Eslatib o'tamiz, bizlarning o'zimiz hozir Visual Studio Code'dan foydalanamiz. Mana bu yerda download tugmasi bor. Bemalol operatsiya sistemalaringni tanlab turib, ko'chirib olsanglar bo'ladi. Xo'p, endi eng asosiy qismiga keladigan bo'lsak, bugungi video darsligimizni maqsadi o'zi Flutter SDK ni yuklash. SDK ni yuklash uchun mana bu tugmani bosamiz va avtomatik ravishda zip holatida bizni yuklash boshlaydi. E'tibor bersanglar, mana 19 minut oldin men yuklab qo'yganman, vaqt ketmasligi uchun qaytadan yuklab o'tirmayman. Hozir mana shu qismlarni qilganimizdan keyin bizada zip holatida yuklanib bo'ladi. Undan keyin nima qilishlik kerak? Shoshmasdan veb-saytning o'zida berilgan ketma-ketlikni bajarsak, to'g'ri ishlaydi. Bizada aytilishi bo'yicha, Flutter'ni install qilganimizdan keyin uni unzip qilib olishimiz kerak bo'ladi. Xo'sh, qayerga? Bu yerda e'tibor bersanglar, do not install Flutter to a directory or path that meets one or both of the following conditions. The path contains special characters or spaces. Ya'ni Flutter'ni unzip qilayotgan paytingda install qilib qo'yayotgan joyini shunaqangi, ya'ni bo'sh joy yoki special character ishtirok etadigan pathga yuklab qo'ymagan deyapti. Ya'ni mana bu yerga e'tibor bersanglar ham pathda, ya'ni ma'lum bir folder yoki faylga yo'nalishda bo'sh joy bor. Bu narsa taklif etilmaydi. Ikkinchisida, the path requires elevated privileges, ya'ni ma'lum bir shartlarni yokida ruxsatlarni talab qiladigan joyda ham yuklamagin deyapti. Xo'p, ekstrakt qilib olishligimiz kerak bu joyda, keyin ekstrakt qilganimizdan keyin pathga qo'shishlik kerak bo'ladi. Xo'p, kelinglar, birdaniga install qismidan boshlayveramiz. Bizda yuklab olingan. Mana bu yerda e'tibor bersanglar, zip holatida turibdi. Flutter Windows 3.29.3 stable version. Xo'p, bu yerda ekstrakt qilib olamiz. Endi qayerga ekstrakt qilishlikni so'rayapti. Taklif etilganida e'tibor bergan bo'lsangiz, C folderning o'ziga mana bu yerda bitta folder ochib qo'ysanglar bo'ladi. Bu ham joylarga bog'liq. Bizda joy bor, muammo emas. Shu joyni o'zida qilsak bo'ladi. Misol uchun deylik, hop, C ni tanlaymiz va shu yerda yangi bitta folder ochib olamiz. Misol uchun Flutter yokida sort ochsanglar ham bo'ladi. Nimaga aynan unaqa qilib ochishlik kerak desanglar, o'chib ketmasligi kerak. Ma'lum bir muddatdan keyin agar o'chirib yuboradigan bo'lsak, Flutter bizda yo'q bo'lib qoladi. Flutter kodlarimiz ishlamaydi. Xo'p, folderni tanladik, ya'ni papkani va ekstrakt qilishni boshlashligimiz mumkin. Ekstrakt qilgunga qadar men bitta narsani eslatib o'tmoqchiman. Bizda men o'zim kompyuterimda Flutterni e-diskga yuklab qo'yganman. Mana bu joyda ko'rsanglar bo'ladi. Mana ekstrakt qilingan holatida turibdi. Xo'p, nimaga aynan C da emas ida qilgansiz desanglar, men joy masalasida bo'lganligi uchun, muammo bo'lganligi uchun ham men ida yuklaganman. Hech qanaqangi xato bo'lmaydi. Bemalol birgalikda ishlab ketaveradi. Xo'p, ekstrakt qilishini kutib turamiz va ungacha Android Studio'ning ustiga bosib, uni ham setup qilib qo'yamiz vaqtni ketkazmaslik uchun. Xo'p, Android Studio'ning ustiga bosamiz va u ham install qilishni boshlaydi. Okay, bu yerda ko'rib turganinglardek boshlandi. Xo'p, yes tugmasini bosamiz. Undan keyin next tugmasini bosamiz va bu yerda komandlar beryapti. Nima qilishlik kerak, komponentlarni tanlab o'tdik. Endi qayerga yuklaydigan narsani beryapti. E'tibor bersanglar, by default C diskiga yuklayapti. Xohlasanglar boshqa diskga yuklasanglar ham bo'ladi. Men C diskga yuklamoqchi emasman, chunki Android Studio'ni hozir o'chirib yubordim. Shuning uchun D ga o'taman. Bu yerda maybe yangi bitta folder yaratishim mumkin o'zi uchun. Xo'p, agar qiladigan bo'lsak, Android Studio turib o'zi yaratib berar ekan. Bu yerda misol uchun yangi bitta folder ochib qo'yamiz. Android degan, Android. Va o'sha folderni tanlaymiz, papkani. Endi e'tibor bersanglar, next tugmasini bosamiz. Xo'p, bu ham
install qismi yakunlanay deb qoldi va extract ham qilyapmiz Flutter'ni. Bu yerda ko'rsanglar, ma'lum bir vaqt qoladi. Ozgincha kutib turamiz. Hop, bu yerda Git ham install bo'lyapti. Gitni setup qilishlikni tushuntirib o'tirmayman. Unaqa juda muammo narsa emas. Agar juda ham tushunmaydigan bo'ladigan bo'lsanglar, YouTube'ga kirib video qidirsanglar bo'ladi. Bemalol video tutoriallar bor, darsliklar. Ha, okey. Hop, Android Studio tezroq bo'ldi nisbatan. Next tugmasini bosamiz va finish qilamiz va Android Studioni birdaniga boshlab yuboramiz. Bu yerda allow qilamiz. Mhm. Va bu yerda do not send tugmasini bosib qo'ysanglar ham bo'ladi. Ya'ni ma'lum bir crashlar haqida ma'lumot yuborasanmi degan joyda biz yubormaymiz. Hop, okey. Android Studio yuklangandan keyin birinchi qiladigan ishimiz aslida SDK qismiga o'tamiz. SDK Manager bo'ladi bu yerda. Bosganinglardan keyin ko'rib turganinglarda birinchi bo'lib bu yerda Flutter qismi bo'lishi kerak va Flutter qayerda yuklangan bo'lsa o'sha SDK pathni berishligimiz kerak bo'ladi. Mana bu yerda. Yana qayerga qarashligimiz kerak? Dart by default o'zi topib oladi. Flutter'ning ichida bor deb kelishib oldik, ko'rdik. SDK Tools qismiga o'tadigan bo'lsak, bu yerda yuklanishi kerak bo'lgan ba'zi bir toollar bor. Asosiylaridan Android SDK Build Tools, NTK, Android Studio SDK Command Line Tools, CMake, Android Auto API Simulators. Android emulatorni ham yuklab qo'ysanglar bo'ladi. Qolgan joyi yetarlicha bo'ladi. Agar yuklanmagan bo'lsa, sizlar mana bu tugmani bosib, birdaniga yuklab, apply qilib ketsanglar bo'ladi. U juda ham muammo narsa emas. Endi yana qaytib bosadigan bo'lsak, plugins degan qismi ham bor settingsda. U yerdan Flutter'ni qidiramiz. Flutter'ni qidirganinglardan keyin Flutter chiqadi. Sizlarda install tugmasi bilan chiqishligi mumkin. O'sha paytda install tugmasini bosib olasizlar. Menda yangilanish kelganligi uchun ham yangilanishni bosib yuboraman. Plugin shunchaki Android Studioda Flutter'ni ishlatishlik imkonini beradi. Hop, apply tugmasini bossak bo'ladi va OK qilib qo'yamiz. Bizda Android Studioda hozirchalik setup qismimiz bo'ldi va restart qilishni taklif beryapti. Restart qilib yuboramiz. Okey, qaytadan ochilyapti va eng oxirgi qiladigan ishlarimizdan yana bittasi Flutter yuklab olgandan keyin hozir yuklab olsin. Nima qilishlikni ko'rsatib o'tib ketamiz. Hop, bu yuklab bo'lgunga qadar boshqa joydan ko'rsatib tursak ham bo'ladi. Nima qilishlik kerak? E'tibor bergan bo'lsanglar, men E-disk yuklab qo'yganman dedim va Flutter borman dedim. Xuddi shunaqangi holatda sizlarda ham unzip qilingan bo'ladi va bin papkasini tanlab olasizlarda mana shu yerda pazini ko'chirib olasizlar yo'nalishi va o'tib bu yerda env system environment variablesni qidiramiz va bu yerda environment variable'ni tanlaymiz. Tanlaganimizdan keyin user variable'da system variable'lar bor. Bizda system variables orasidan pazni tanlab edit tugmasini bosamiz va edit tugmasini bosganimizdan keyin new tugmasini bosib, hozir ko'chirib olgan pazimizni qo'yishligimiz kerak bo'ladi. E'tibor bergan bo'lsanglar, menda oldin qo'yib bo'lingan. Mana e'tibor bersanglar bir xil bo'lib qoldi. Shuning uchun men qaytadan qo'yishligim bu yerda kerak emas. Qo'yib bo'lganinglardan keyin OK tugmalarini bosib, bemalol chiqib ketsanglar bo'ladi. Tak, bizda C da ham xuddi shunaqa bo'ladi. Misol uchun source o'tadigan bo'lsak, deyarli ancha papkani o'sha unzip bo'lgan, anchadir qismi qolgan. Mana shu joyni olamiz. Hozir C da bo'ladigan bo'lsa, shu joyni olib, env ni yana qidiradigan bo'lsak, edit tugmasini bosamiz. Pass environment variables va new tugmasini bosib qo'yamiz. E'tibor beringlar, iltimos, bu ogohlantirish. Hozir ikkita joyda yukladi. Ya'ni biz ham ikkita joyda yuklashligimiz kerak ekan degan xayol bo'lib qolmasin. Men prosta E-diskga yuklab qo'yganligim uchun ham sizlarga E-diskda ko'rsatib berdim. Agar sizlar C da yuklab qo'ygan bo'lsanglar, E da ham yuklab o'tirmanglar. Kimdadir E bo'ladigan bo'lsa, bitta joyda yuklansa yetadi. Faqatgina bin foldergacha bo'lgan pazni ko'chirib olib, OK tugmasini bosib chiqib ketsanglar bo'ladi. Uni qo'yganinglardan keyin terminalni ochamiz bu yerdan. Terminalni ochib olamiz. Yokida PowerShell ochsanglar ham bo'ladi. O'zi avtomatik PowerShell ochildi bu yerda. Xo'p, biz nima qilamiz? Flutter yuklanganligini bilish uchun Flutter dash
version deymiz. Ya'ni Flutter versiyasini bilmoqchimiz. E'tibor bergan bo'lsanglar, Flutter 3.29.2. Lekin biz veb-saytdan yuklab olayotgan paytida 3.29.3 ni yuklagan edik. Hozir menda eski versiyasi yuklanganligi uchun ham 3.29.2 ko'rinib turibdi. Xohlasanglar Flutter upgrade komandasini berib yuborsanglar, Flutterni lokalniy sizlarda ham yangi versiyasini install qilib beradi. Hozirchalik bu ishni qilmayman. Va qo'shimchasiga e'tibor bersanglar, Dart 3.7.2 Dart ham Flutterning ichida bo'ladi. Xo'p, Android ustida yuklangan. Endi nima qilamiz? Hamma narsa yuklanganligini tekshirishlik uchun Flutter Doctor komandasini beramiz. Bu yerda sal kattaroq qiladigan bo'lsa, ekranimizni run qilamiz bu narsani. Xo'p, e'tibor bersanglar, Flutter install qilingan deyapti. Windows versiyasi minimum 11 bor va e'tibor bersanglar, Android Toolchain install qilingan. Chrome bor, Visual Studio yo'q deyapti. Visual Studio bu Visual Studio Code emas. Mana bu Visual Studio Code emas. Bu Windows app qurish uchun kerak bo'ladigan Visual Studio hisoblanadi. Bu narsani agar Windowsda dastur quraman desanglar, yuklash kerak. Bo'lmasa muammosi yo'q. Xo'p, Android Studio bor, IntelliJ IDE bor. Xohlasanglar bu juda ham shart emas. Connected devices, ya'ni ulangan qurilmalar ham bor, network resurslar ham joyida. Faqatgina bitta muammoimiz bor. Visual Studio yuklanmagan. Xo'p, sizlarda license qabul qilinmagan bo'lishligi mumkin. Bu uchun, misol uchun, how to accept Android licenses Flutter deymiz. Bu yerda ko'rsanglar bo'ladi. Misol uchun, qanaqangidir muammo bo'lib qoladigan bo'lsa, qanaqa qilib install qilsa bo'ladi licenselarni, accept qilsa bo'ladi. Bu yerda Flutter Doctor accept licenses degan komandani bersanglar bo'ladi. Menda allaqachon lisenselar accept qilib bo'lingan. Bu yerda ko'rsanglar bo'ladi. Lisenselar qabul qilib bo'lingan. Agar sizlarda shu yerda warning chiqishligi mumkin. Lisenselarni install qilmagansan, install qil degan. Xuddi shu komandani berib, install qilib olishinglar mumkin bo'ladi. Xo'p, hozir nima qildik? Birinchi bo'lib, hozir bu yerda yana ham ekstrakt qilyapti. Bu narsa deyarli hozir menga kerak emas. Buni mayli, orqa qismda ishlab turaversin. Android ustida yuklangan device-larim ichiga o'tadigan bo'lsak, bu yerda mana bu yerda device managerda manda hali hech qanaqangi device yo'q, ya'ni qurilma yo'q bunday olib qaraganda. Qurilma qo'shishligimiz kerak bo'ladi. Birinchi qismi bu yerda add new device tugmasini bosamiz. Virtual device yaratamiz. E'tibor bersanglar, juda ham ko'p qurilmalar bor. Xohlaganimizni tanlab yaratishligimiz mumkin. Misol uchun Medium fonni tanlashligimiz mumkin yoki Pixel 9 Pro XL. Tanlab next tugmasini bosamiz. API yuklashni ko'rsatyapti qaysi birini va Google Play Store servislarini yuklashni ko'rsatib beryapti. Servislarni qaysi birini. Va finish tugmasini bossak bo'ladi. Bu yerda bemalol ko'rib turganinglarday yuklanib bo'ldi. Shu yerning o'zida proyekt yaratib ishlatsak bo'ladi. Bu narsani qilish niyatim yo'q. Men Visual Studio kodda ko'rsatib bermoqchiman sizlarga. Android Studio nimaga kerak deydigan bo'lsanglar, sizlarga full, ya'ni to'la imkoniyat beradi. Mobil dastur, Android dasturlarini qurish uchun. E'tibor bersanglar, debugging toollari bor, device'larni shu yerda ko'rsanglar bo'ladi, performance'ni kontrol qilsanglar bo'ladi. Hammasi shu yerda bor. Xo'p, Visual Studio kodni ochib olamiz bu yerda. Visual Studio kodni ochganimizdan keyin biz yangi proyekt yaratishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, yangi proyekt yaratishlikning eng birinchi usuli bu terminalda. Birinchi bo'lib terminalda qayerda yaratmoqchiligimizni bilib olishimiz kerak. Buning uchun misol uchun File Explorerga o'tamizda, deylik, mana shu yerda Downloads folderga o'tib, misol uchun yokida boshqa joyda yaratsak ham bo'ladi. Mana shu pazda yaratmoqchiman. cmd komandasini bersa, mana Downloadsni ochib berdi. Shu yerda Flutter create komandasini beradigan bo'lsak va proyektimizga nom beramiz. Birinchi project. Va e'tibor beradigan bo'lsanglar, orada bo'sh joy qolishligi kerak emas va katta harflar ham emas. Bu yerda bosamiz, bizda proyekt yaratilib beradi. Hop. Okay. Proyekt yaratilyapti. Hammasi joyida va cd qilib olsak ham bo'ladi birinchi proyektga va kod va nuqta komandasini beradigan bo'lsak, avtomatik ravishda kod editorda bizga ochib beradi. Xo'p, proyektni yaratib bo'ldik. Proyekt bor. Endi proyektni ishga tushirishlik kerak.
Proyektni ishga tushirish uchun biz lib folderga o'tamiz va main.dart degan fayl bo'ladi. U yerda by default yozib qo'yilgan kodlar bor. Mana bu yerda chiqib turgan fayllar haqida Xudo xohlasa keyingi darsimizda gaplashamiz. Biz yaratgan proyektimiz ishlayapti yoki ishlamayotganligini bilish uchun mana bu yerda bizda qurilmalar chiqadi va eslatib o'taman, bu qurilmalar chiqishidan ham oldin VS Code yuklaganligidan keyin extension qismiga o'tib Flutter deb qidirasizlar. Esinglarda bo'lsa, Android Studio ham biz plugin qismida Flutter'ni qidirib yuklab olgan edik. Bu yerda install tugmasi chiqadi. O'sha install tugmasini bosib yuklab olasiz. Endi main.dart faylga qaytamizda bu yerda qurilma tanlaymiz. Ya'ni yaratgan dasturimiz qaysi qurilmada run bo'lsin. Birinchi bo'lib mana Chrome tanlaymiz. Webda ishlasin birinchi bo'lib. Run tugmasini bosamiz. Bu yerda start debugging, ya'ni debugging bilan ishlatib yubordik. Bu ishga tushishi bilan kelaylik yana bitta device tanlab qo'yamiz. Hozir bu yerda ishlatib olamizda va misol uchun yaratgan Pixel telefonimizni ham ishlatib ko'ramiz bu yerda. Hop, okey, okey. Hozir device'imiz ham ochiladi. E'tibor bersanglar, mana bu yerda proyektimiz Chrome'ga nisbatan tezroq ishlab ketadi. Bizda qurilma ham ochildi. Qurilma ham yaratilyapti. Bu yerda e'tibor bersanglar, by default Flutter proyektda yaratganimizda mana shunaqangi page yaratib beriladi. E'tibor bersanglar, shunchaki tugma bosiladi va necha marta bosganligimizni ko'rsatsa bo'ladi. Bu yerda ma'lum bir narsalarni o'zgartirib ko'rsak bo'ladi. Masalan, Flutter demo homepage degan joyini. Shu yerda Flutter demo homepage mana bu yerda ko'rsanglar bo'ladi. Buni o'rniga birinchi Flutter project deb qo'yadigan bo'lsak, o'tamiz bu yerda. Mana bu yerda birinchi Flutter project o'zgardi. Rangini ham o'zgartirsanglar bo'ladi. Muammo narsa emas. Bu ham misol uchun bu yerda sariq rangda ishlatadigan bo'lsak, umumiy proyektimiz shu sariq rangga moslashib oladi. Turganinglarda. Hop, xuddi shu tarzda qilsak bo'ladi va biz device'ga o'tadigan bo'lsak, device'imizni ochishlikda muammo bo'libdi. Bu narsani ko'rib olamiz. Android Studioga qaytib olamiz. Nimaga bunaqa bo'lganligini tekshirishlik uchun menimcha o'ziga kerak bo'ladigan SDK'larni yuklab ololmaganligi uchun ham shunaqangi xatoni qaytarib berayapti. Device'imizga o'tadigan bo'lsak, bu yerda booting qismida turibdi. Hali endi ochilyapti. Ozgina kutib tursak bo'ladi. Ma'lum bir muddat kutganimizdan keyin proyektimiz ishga tushdi. Ko'rib turganinglardek mana device'imizda ham run bo'ldi. Bemalol ishlab turibdi. Xudo xohlasa kelasi darsda sizlar bilan boshqa bir mavzularda gaplashib boshlaymiz. Iltimos qilib qolgan bo'lardik, o'zinglarni izohlar qismida fikringlarni qoldiringlar va qanaqangi darsliklarni tashkil qilsak sizlarga foydali bo'lardi, o'rganish uchun qulay bo'lardi. Hammanglarga rahmat. Kelayotgan vaqtinglarga rozi bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.